Davom etamiz. Sardor, bir narsaga bir e'tibor qaratmoqchiman. Mana bilasizmi, Andijon texnika instituti avval xalq tili bilan aytganda narxoz deb qo'yilardi, to'g'rimi? Mashinasozlik bo'ldi. Mashinasozlik bo'ldi. Yillar o'tib, mana yangi O'zbekiston bunyod bo'layotgan bir davrda prezidentning bir siyosati, alohida bir e'tibor qaratadigan jihatini aytib o'tmoqchiman. Aynan shu hududdagi oliy ta'lim muassasalari hududning ixtisoslashuvidan kelib chiqqan holatda qayta tashkil etilishi. Bizga hozirgi kunda zamonaviy kadrlar kerak. Avtomobilsozlikdagi zamonaviy kadrlar, demak, ertaga shaharsozlikdagi, ertaga biz avtomobilsozlikda elektromobillar ishlab chiqaradigan masalan kadrlarni yetishtirishimiz kerak. Bizga zamonaviy kadrlar aynan mana shunga asoslanib turib Andijon texnika institutiga aylantirilganligi ham endi bu yerni tamomlagan kadrlarimiz albatta o'z ish joyiga ega bo'ladi. Avval qanday edi? Avval qayerda tamomlagansiz? Ha, taksiminikida, ha, narxoz tamomlaganman. Oliy ma'lumotli taksistman derdi. Bugun bu o'zgardi. Endi oliy ta'limni tamomladimi? Demak, oliy ta'lim muassasasida aynan yo'nalishi bo'yicha bugun kadrlarimiz ana shu joyda ishlayapti, o'qiyapti. Siz aytib o'tgandek, xorijning eng ilg'or oliy ta'lim muassasalari bilan 2+2 dasturi asosida ham ta'lim olayotgan yoshlarimizni bugun uchratishimiz mumkin. Bu juda katta bir samara. Shu maqsadda ham aynan mana shunday savollarimizga javob olish uchun mehmonlarni taklif etganmiz. Albatta, Andijon nafas ko'rsatuvi davom etmoqda. Jonli efirdamiz va biz Texnika instituti prorektori hamda shu joyda faoliyat olib borayotgan xalqaro hamkorlik yo'nalishidagi mutaxassislarni taklif etganmiz. Islombek aka, Javohir aka, studiyamizga xush kelibsizlar deb qolamiz. Mana G'ayrat akam mavzuni boshladi. Bugun mana xalqaro hamkorliklar yangi bosqichga chiqyapti. Har bir yo'nalishda, bu oliy ta'limda bo'ladimi yoki bu ishlab chiqarishdami, tadbirkorlikda, barcha yo'nalishda xalqaro hamkorliklarimiz bor. Va bugun o'sha xalqaro hamkorliklarimiz natijasida har bir sohada bir yangilik kelyapti, tajriba almashinyapti va o'sha sohani rivojlanishiga bir turtki bo'layapti desak bo'laveradi. Aynan texnika instituti ham bugun juda ko'plab davlatlar bilan, juda ko'plab davlatlardagi nufuzli oliygohlar bilan hamkorliklari bor degan bir ma'lumotga egamiz. Keling, birinchi savolimiz, bugungi kunda texnika instituti nechta davlatdagi, nechta oliygoh bilan xalqaro hamkorlik qilmoqda? Avvalambor assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat va shu o'rinda bu savolga javob berish bir qatorida yana bir umumiy ma'lumotlarni aytib o'tmoqchiman. Darhaqiqat aytganingizdek, bizning institutimiz 1976-yilda Toshkent iqtisodiyot universiteti Andijon filiali sifatida tashkil qilingan va 1992-yildan boshlab mustaqil institut sifatida iqtisodiyot va menejment instituti sifatida o'zini faoliyatini yuritib kelyapti. Undan keyin 2011-yildan boshlab Andijon mashinasozlik institutiga va 2025-yildan boshlab esa Andijon davlat texnika instituti nomiga o'zgartirilgan deyarli 52 yillik tajribaga ega bo'lgan institut sifatida shuni ayta olamizki, yildan yilga bizni xalqaro hamkorlik geografiyamizni kengayib borayotganligi, bu xoh Yevropa bo'lsin, xoh ikki Amerika qit'asi yoki Osiyo, ahamiyati yo'q. Bugungi kunda 100 dan ortiq institut va universitetlar bilan faol hamkorlikni olib borib kelmoqdamiz. Xususan ularning ichida dunyo reytingida yuqori o'rinda turuvchi institutlarning borligi ham albatta bizni xursand qiladi. Aynan bugungi kunda texnika instituti mana qo'shma ta'lim deyapmiz. Qanday bu amalga oshiriladi? Mana bugun kirgan talabalar, oliygohga talaba bo'lib, texnika institutiga talaba bo'lib kirgan ushbu abituriyentlar, talabalar ertaga boshqa davlatlarda o'qish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin ekan. Bu qanday tartibda amalga oshiriladi va bu qanday uslubda amalga oshiriladi bugungi kunda? Albatta bizda an'anaviy uslubdagi demak o'qishga kirish, o'qish imkoniyatlari va bundan ustiga qo'shma ta'lim dasturlari ham mavjud. Va bir narsani mamnuniyat bilan ayta olamanki, bizning institutimiz nafaqat Andijon, balki kerak bo'lsa O'zbekistonda ham qo'shma ta'lim dasturini birinchilardan boshlagan institutlardan, chunki 2018-yildan beri biz Belorussiya va Xitoy mamlakatlari universitetlari bilan qo'shma ta'lim dasturi, ya'ni 2+2 va 1+1, ya'ni birinchi dastlabki 2 yilini Andijon davlat texnika institutida, keyingi 2 yilni esa Xitoy yoki Belorussiya universitetlarida o'qish imkoniyatiga ega bo'ladigan sharoitlarni yaratganmiz. Va hozirgi kunda 6 ta yo'nalish bo'yicha, 2 tasi Xitoy, Shimoliy Xitoy texnika instituti va 4 ta Belorussiya milliy texnika instituti bilan
qo'shma ta'lim dasturimiz va bitta magistratura dasturimiz bor va yana bir narsa ma'lumot o'rnida bu dasturlarga hali qabul davom etyapti. Qo'shma ta'lim uchun alohida Qabul jarayoni qabul jarayoni tashkil bo'ladi, qilinganda. tashkil qilinadi. O'zi talabalardanmi yo abituriyentlardanmi? Abituriyentlar. Abituriyent. Talabalarimiz o'zi agar biz Xohlasa. aytib o'tganimizdek 100 dan ortiq hamkor tashkilotlarimiz universitetlarimizda o'qishni bir semestr mobaynida almashinuv dasturida amalga oshirishi mumkin. Qo'shma ta'lim esa u alohida dastur hisoblanadi. Nima beradi bu yoshlarga umuman mana shu? Yo'q, hozir yana bir narsa G'ayrat aka, hozir men eshitishim bo'yicha qabul tugadi, talabalar imtihonlardan o'tib bo'ldi, saralanib Talaba bo'ldi bo'ldi. degandik. Bu abituriyentlar talabasi talabaga hozir men sizdan eshitgan ma'lumotim, demak, hozir qabul davom etyapti. Qabul davom etyapti. Unda shuni batafsil ma'lumotini berishimiz kerak hozir, chunki bu yangilik. Va ko'plab oliygohga kirmoqchi bo'lib, men ham to'g'risi oldinlar xabarim yo'q edi. Sekin topshiriladi, 1-avgustdan keyin imtihon bo'ladi deb faraz qilardik. Mana yildan yilga o'zgarib boryapti bu narsalar. 1-avgustda natija chiqib yotibdi hozir. 1-avgustga. Demak, hozir qabul bo'lyaptimi? Bizda hozir qabul jarayoni davom etyapti. Biz Kimlar bu qabulga keladi, kimlar shunga bir batafsil ma'lumot berish kerak menimcha. Albatta, istalgan o'qish istagini bildirgan, demak o'sha 7 yoshdan 70 yoshgacha o'sha abituriyent yoshidagi albatta bemalol topshirishi mumkin. Qabul jarayoni davom etyapti va albatta bunda biz aytib o'tgandek 6 ta yo'nalish bo'yicha bakalavr, bitta yo'nalish bo'yicha magistratura yo'nalishlariga qabul qilamiz. Bu uchun albatta bevosita institutimizga tashrif buyurish va yoki maxsus platformamiz orqali belgilangan hujjatlarni topshirish orqali demak hujjat topshirish mumkin. Undan keyin biz albatta har bir hujjat topshirgan abituriyentga aloqaga chiqib, ularning imtihoni bo'yicha kunlarni belgilab imtihon o'tkazamiz va undan keyin ular albatta yetarli, ya'ni berilgan topshiriqlardan eng kamida 30% va undan yuqori siga javob bergan abituriyentlar albatta bizda talaba bo'lib Qanday tartibda har doimgidek ana shu davlat test imtihonlari asosida o'tkaziladimi yoki suhbat bo'ladimi? Yana bir narsaga e'tibor qaratish kerak. Endi xorijiy hamkorlik deyapmiz-da Sardor. Bularda til bilish sertifikati bo'lish kerakligi talablari bormi bularda? Bularga masalan chet tillarini bilmasdan endi xorijda o'qish ham, chunki rus tillarida, ingliz tilida o'tiladi, aynan Mana Xitoyda deyapti. Xitoy tilida o'tkaziladi bu mashg'ulotlar, to'g'rimi? Bir yil aytaylik Andijonda o'qigani bilan keyingi yillar demak Xitoyda shu nufuzli oliy ta'lim muassasasiga borgan talabamizda shu bo'lmasa til bilish darajasi ham bo'lish kerakmi? Qanday mezonlar asosida? Marhamat. Mezonlar asosiga kelsak, til bilish sertifikati bo'lishi kerak. B1, B2 darajada. Rus tilidan ham xuddi shunaqa B1, B2 darajada til sertifikati kerak. Agar til sertifikati bo'lmasa ham, o'zimizda o'sha davlat DTM testi olib kelib, imtihonlarni o'tkazib, til sertifikatidan yakuniy natijalarni olishadi. Va o'tgan talabalar yana boshlang'ich testlarni topshirishadi matematika, fizikadan va agar o'tgan talabalar o'sha oliygohga tavsiya etiladi. Grant bormi bunda yoki bu yo'nalishlarda hozircha grant ko'zda tutilmagan. Sababi o'sha xalqaro top darajadagi universitetlar bilan kelishuvlarda bu narsaga hali aniq qilmaganmiz, lekin albatta buni ham bu bo'yicha ham muzokaralar olib borilyapti. Lekin buni ustiga masalan Xitoy tarafi bizga yotoqxonalarni tekin qilib berishi va yoki o'sha biz talabalarimiz uchun ma'lum bir to'lovlardan masalan kutubxona a'zolik to'lovlari va laboratoriyadan imtiyozlar bor-da. Imtiyozlar mavjud. Va Johir akam aytib o'tganidek, birinchi o'sha matematika, fizikadan test topshiriladi. Bu qo'shma ta'lim dasturi yuzasida davlat test imtihonlari hisoblanadi. Undan keyin davlat test markazi tomonidan faqat Belarus uchun rus tilidan, Xitoy uchun ingliz tilidan test topshiriladi. Agar ma'lum bir darajadagi sertifikatga ega bo'lsa, bu testdan ozod qilinadi. Aks holda o'sha testni topshirish orqali ham talaba bo'lishi mumkin va Belarus uchun barcha ta'lim tili rus tilida olib boriladi. Ta'lim dasturi, Xitoy uchun esa ingliz tilida. Va birinchi 2 yilini demak o'sha ma'lum bir tilda faoliyat demak o'qishni olib borgandan keyin bu yoqqa borgandan hech qanday qiyinchilikka yoki bir to'siqlarga duch kelmaydi. Endi diplomchi. Bunga qo'shma dasturda aynan qiziqarlisi-da, chunki
Andijon texnika institutining bitiruvchi talabasiga diplom topshiryapmiz. Bunga qanday ko'rinishdagi diplom beriladi? Albatta, oxirgi yillarda o'zi bilamiz, ta'limga bo'lgan e'tibor juda ham yuqori. Buni birgina misoli sifatida ta'lim bilan qamrovda 9% dan 42% gacha ko'tarilganidan ham bilishimiz mumkin. Va shu o'rinda Vazirlar Mahkamasining 6-iyun 2021-6-iyundagi 421-sonli qarori bilan qo'shma ta'limni tashkil qilish va uni tartibga solish bo'yicha qaroriga muvofiq yana ham soddalroq tushuntiradigan bo'lsak, 4 yil o'qib, 2 ta diplomga ega bo'lish imkoniyati bo'ladi talabalarda. Ya'ni bitta O'zbekiston namunasidagi va bitta o'sha xorijiy oliy ta'lim muassasasi namunasidagi, ya'ni birdaniga 2 ta diplomga ega bo'lish va xalqaro darajadagi kadr, raqobatbardosh kadr bo'lib yetishishga imkoniyatlari mavjud. Qaysi mutaxassislar, ya'ni Sardor uzr, qaysi mutaxassislar aynan ga topshirish kerak? Hozirgi paytda Belorussiya bo'yicha bakalavr ta'lim yo'nalishida 3 ta yo'nalishlarimiz bor. Bu metal texnologiyalari, texnologik mashinalar va metal muhandisliklari bo'yicha yo'nalishlarimiz bor va magistratura sohalarida, iqtisodiyot yo'nalishlarda o'sha o'qish imkoniyati bor. Imkoniyati bor. Xitoy Xitoy bilan 2 ta yo'nalish ochilgan. Axborot texnologiyalari va robototexnika yo'nalishlari ochilgan hozirgi paytda. yana men bir ikkita ma'lumotlarga ega edim. Yevropa davlatlari, ko'plab davlatlar bilan qo'shma hamkorlik bor. Lekin o'qish bilan qanday? Ularda faqatgina magistratura yo'nalishlardan. Hamkorligimizni aytib o'tganingizdek Yevropa bilan ham bor va bu yerda akademik mobillik deb aytib o'tiladi. Bevosita talabalar bir semestr davomida aynan u mamlakatlarda, ya'ni Yevropa mamlakatlarini oliy ta'lim muassasalarida o'zlarini o'qishlarini davom ettirib kelishi mumkin. Bir semestrmi? Bir semestr. Bir semestr ham. Lekin baribir hamma yo'nalishlarni qamrab olmagan bo'lsa kerak, baribir bu hamma. Yo'q, bizdagi aynan barcha yo'nalishlar bo'yicha bizda hamkorlarimiz yetarli. Istalgan yo'nalishda. Demak, texnika instituti barcha yo'nalishlarda bemalol talabalar bir semestr o'qib kelish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu qanday tartibda bo'ladi? Albatta, bu uchun bizni xalqaro hamkorlik bo'limiga murojaat qilishi va belgilangan talablarga javob berishi kerak. Chunki u oliy ta'lim muassasasining ham o'zining ichki talabi bor, ya'ni o'sha JPA deymiz, o'rtacha ballari yuqori, til ko'nikmalariga ega bo'lgan talabalarni albatta biz chorlab qolamiz va xursand bo'lamiz yordam berishdan. Oliy ta'lim muassasasiga Sardor aytib o'tdingiz, imtihonlar bo'ldi, abituriyentlar abituriyent bo'yicha qoldi. Masalan, bilimi pastrog'i, nimaga talaba bo'lgani mana talabalikni. Endi aytaylik, men oliy ta'lim muassasasiga texnika institutiga va 5 ta institutni tanlab oliy ta'lim muassasasiga hujjat topshirdim, imtihonlarga bordim, birortasiga ham kira olmadim, balim yetmadi. Endi sizda mana shu imkoniyat bor. Agarda mana shu imkoniyatdan men yana qaytadan foydalanish huquqiga egamanmi yoki men bir martalik yo'q bo'ldi, sen bu yil oliy ta'lim muassasasiga kirib ko'rsatkiching shu bo'ldi, sendagi imkoniyat mana shu joyda to'xtadi. Endi bu xususiy oliy ta'lim muassasalari o'z-o'zidan sizni o'ziga jalb qilib oladi. Masalan, balingizga qarab turib siz bilan to'lov shartnomasi tuzsa, ana shu xususiy oliy ta'lim muassasasida o'qib ketishingiz mumkin. Lekin davlat ta'lim muassasasiga o'qishga kira olmadim va lekin sizdagi imkoniyat bor. Xalqaro hamkorlikdagi oliy ta'lim muassasasida o'qish imkoniyatim bor. Men ana shundan foydalana olamanmi yoki foydalanish bir marta beriladi? Albatta foydalansangiz bo'ladimi? Hali ham aytib o'tganingizdek qabul davom etyapti. Bemalol bizga hujjat topshirsangiz va bunda ham albatta aytib o'tganimizdek imtihonlar bor. Ulardan muvaffaqiyatli o'tsangiz. Ko'rsatkiching past ekan, aynan matematika bilan unaqa narsaga yetib qabul muddati qachongacha? Qabul muddati sentyabrda 15-siga qadar. 15-siga qadar. Qarang, imkoniyat bor ekan. Men oliygohga kira olmadim degan xafagarchilik bilan yurmasdan, albatta texnika institutiga borgan holda siz oliygohga hujjat topshirishingiz va eng asosiysi xalqaro hamkorlikdagi oliygohlarda o'qish imkoniyatiga ega bo'lasiz ekan. Albatta, bu yerda hamkor institutlarimiz bilan aytib o'tgandek 2018-yildan beri ishlab kelayotganimiz hisobiga ularning shunaqa takliflari ham borki, hattoki masalan Xitoyning o'sha Pekin bandlik markazi va bir qancha o'sha korxonalariga talabalarni amaliyot o'tash va hattoki o'sha yerda ishda qolish imkoniyatlarini ham o'sha muzokaralarni boshlaganmiz va ular bilan allaqachon ular bo'yicha kelishuvlarga erishganmiz. Dual ta'lim bormi bu yerda ham? Albatta, Xitoy bilan dual ta'lim bor. Demak, shunday ekan,
bevosita ikkita diplomga ega bo'lish bu sizni raqobatbardosh kadrga aylantirish bilan bir qatorda o'z faoliyatingizni xorijiy mamlakatlarda davom ettirishga imkoniyat yaratadi. Endi yana bir savolni bermoqchi edim. Bugungi kunda mana shu qo'shma hamkorliklar ortidan o'sha nufuzli oliygohlarni professor o'qituvchilari ham bugungi kunda texnika institutiga kelib shunaqa bir seminar, darslar, master klasslar o'tib ketadimi? Albatta, oxirgi yillarda bu narsaga biz juda ham katta e'tibor qaratyapmiz. Ya'ni rivojlangan mamlakatlar yoki xorijiy mamlakatlarni tajribalaridan foydalanish yuzasidan bugungi kunga qadar 100 dan ortiq professor o'qituvchi 2025-26 yil o'quv yilida bizga kelib o'sha hamkorlik shartnomasi doirasida o'zlarining ma'ruzalarini va yoki trening seminarlarini o'tkazganligini bemalol aytib o'tsak bo'ladi. Demak, talabalar nufuzli oliy ta'lim muassasalari professor o'qituvchilaridan bilim olishi, bu zamon taraqqiyot rivojlanib borishi, bu baribir har bitta yoshda xorijiy tillarni puxta o'zlashtirish kerakligini ham ko'rsatyapti. Chunki xorijdan kelgan eng yaxshi mutaxassisni mana shu ma'ruzasini tinglash uchun siz aynan ana shu tilni bilishingiz kerak, ana shu tilda bir so'zlasha olishingiz kerak. Demak, xorijiy tillarni o'qitish masalasi ham sizda xorijiy hamkorlikdagi tashkilotlaringizda, hamkorligingizda bir muhim o'rin tutar ekan, to'g'rimi? Albatta, aytib o'tganimizdek, masalan, Xitoy bilan hamkorlik yuzasidan dastlabki 2 yilni bizning institutda o'qigandan keyin keyingi 2 yilda o'quv dasturiga Xitoy tili ham kiritilgan va bugungi kunda bilasizlar, Xitoy barcha o'sha ishlab chiqarish yoki eksportyor mamlakatlar orasida eng yuqori o'rinda turganligi uchun yana ham bir tilni, Xitoy tilini o'rgangan talabamiz, demak, yana ham raqobatbardoshligi va ish bilan ta'minlanish darajasi yana ham yuqorilashishi bu bor gap. Yana texnika instituti qaysi davlatlardagi qaysi nufuzli oliygohlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'ymoqchi, aynan shu joylarda qo'shma ta'limlar yo'lga qo'yilmoqda? Albatta, bu bo'yicha muzokaralarni olib boryapmiz. Ayni paytda yana Xitoyning boshqa bir demak, Shanxay Jiatong universiteti top 50 talikda turuvchi universiteti bilan hozir magistratura bo'yicha xalqaro iqtisodiyot bo'yicha 1+1 ni yo'lga qo'yish muzokaralar olib borilyapti. Undan tashqari qo'shni Qozog'iston mamlakatida Al-Farabiy Qozog'iston Milliy universiteti bilan ham hozir o'sha aynan xalqaro iqtisodiyot bo'yicha muzokaralar olib boryapmiz. Balki hali qabul yakunlanmasdan muzokaralar agar yaxshi ketadigan bo'lsa, ular uchun ham qabullarni tez orada e'lon qilamiz. Demak, hali vaqt bor. Mana shunday bir imkoniyatlarning barchasi bugun talabalarga va shu kelajagimiz egalari uchun, chunki kelajagimizni egalari har tomonlama bilimli va har tomonlama zukko bo'lishi kerak va o'z sohasini eng tajribali ustasi bo'lishi kerak. Buning uchun esa bugungi kunda tajriba almashish va mana shunday chet el bir o'qish, ta'lim sohasiga ham kirib borish talab etiladi va mana shu bugun talablarga javob berish maqsadida Andijon davlat texnika instituti ham qator yangiliklarni yo'lga qo'ygan va mana shu yangiliklar bugun talaba bo'la olmadim yoki talaba bo'lishga hali ulgurmadim degan abituriyentlar, yoshlar uchun bir imkoniyat ekan. Bugun mana shu imkoniyatlar haqida suhbatlashdik. Studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun Sonbek aka, Javohir aka, sizlarga katta rahmat aytamiz. Ko'rsatuvimiz esa davom etadi. Aziz teletomoshabinlar, oldinda ajoyib suhbatlarimiz bor. Hozir esa bir yaxshi kayfiyat sahifasiga bir navbatni bersak, yaxshi kayfiyat hayotiga bir kayfiyatni ko'tarib olsak-da, undan so'ng bir ko'rsatuvimizni davom ettirsak. Eslatib o'tamiz, bugun 31-iyul hafta kuniga juma, yozning 2-oyining bir so'nggi kuni tugab bormoqda. Oldinda esa yangi oy, yangi marralar. Hozir esa yaxshi kayfiyat sahifasiga navbatni beramiz. Undan so'ng yana suhbatimizni davom ettirishimiz mumkin bo'ladi. Marhamat.